Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Muslim Chorva kanalini ashaddiy obunachilari akalar. Bugun 2 dona Qirg'iziston paroda buqalarni olib kelib qo'ydim. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz. Ko'ringlarchi, bugun 12-noyabr hafta kuniga chorshanba bo'lyaptimi? Hafta kuniga chorshanba. Mana 2 dona akalar, zo'ridan. Oz-moz yem berib, yemga tashlasa bo'laveradigan akalar. Mana Ikkosini ham hamma yo'g'i joyida, yeb ichishi zo'r, dehqon uyda turgan mollar. Sog'lom mollar akalar. Bu mollarni o'zim yanvar oyining oxirida berganman akalar. Yanvar oyining oxirida. Kichkina bo'zak edi. Yana o'zimga qaytarib berdi. Kimgadir ma'qul bo'lsa beramiz. Ko'raverasizlar. Qirg'iziston parodan hamma biladi, yeb ichishi zo'r bo'ladi. O'zgarishi zo'r, lekin o'ta katta bo'lib ketmaydi. 500 kilo atrofdagi buqalar bo'ladi akalar. Kim qiziqayotgan bo'lsa beramiz. Andijon viloyati Sharxon tumani. Faqat like bosib akalar, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Akalar, like bosib bo'lsanglar juda ham xursand bo'lamiz. Qani ketdik. Bo'ylari mana uniki 120 plus 1 sm. Mana uniki 120 atrofi. 120 dan deb yo'ringlar. 120 plus minus 1 sm plus bo'lishi mumkin, 1 sm minus bo'lishi mumkin akalar. Ko'rib turibsizlar, bunisi kachoy. Jupiga 24-23 emas akalar. Nima bo'lsa bo'ldi. Jupiga 41 million so'm bersanglar, dastlabkasi vodiy bo'ylab ozginadan xayri bor akalar. 41 million so'm, 20 million 500 dan. Akalar shunaqa gaplar. 20 million 500 dan bo'lsa, dastlabkasi vodiy bo'ylab. Tanlab olishga bo'lsa, mana o'sini 21 million so'm, mana o'sini 20 million 500 dan kelishadigan joyi bor. Yakkalabga. Arzon bo'lsa arzon, qimmat bo'lsa qimmat deb ketinglar akalar. Qimmat deyishdan oldin ham kami bor deyapman akalar. Ozginadan kami borini qilib beraman, xudo xolasa. Qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon deb kelsanglar ham mayli. Akalar, yaxshi qolinglar, yaxshi kunda ko'rishaylik mana. Kimgadir ma'qul bo'lsa telefon qilaverasizlar.